Ketdim. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana oldimizga bemorimiz ketdi. YouTubedan, Instagramdan ko'rib keldim dedingizmi? Qancha bo'ldi ko'rganingizga? 3-4 kun bo'ldi ko'rganim. 3-4 kun bo'ldi. Aynan nima uchun menga kelishni tanladingiz? Shuncha kardiologlardan. Qaysi gapim yoqdi? Qaysi gap sizga ishonch uyg'otdi? Menga Rossiyada o'qib kelganingiz, yo'qda keyin yoshlar nima deb shiddatli bo'ladi. Kuchli bo'ladi. Keyin Rossiyadan o'qiganingiz birinchi navbatda o'sha tomon menga yoqdi. Ha, tushunarli. Endi qarang, davleningiz 200 ga 100 chiqdi deyapsiz. Bu 200 ga 100 birdan hech qachon chiqmaydi, to'g'rimi? Birdan 200 ga 100 ko'tarildi deyapsiz-da. Shu vaqtgacha davleningiz nechigacha oshib yurgan edi? 160 ga chiqib yurgandi. 160 gacha chiqib yurardi. Qon bosimini normallashtiruvchi doimiy lecheni olarmidik, olmasmidik? O'sha boyaga lecheni yozib bergan. Boyaga neurologik lecheni olib yurganmiz, lekin kardiolog ko'rigidan o'tmaganmiz, kardiologik lecheni olmaganmiz. Yo'q. Sizda qarang, mana bu Doppler bitsaga yo'naltiribdi. Kim jo'natdi buni? Nevropatolog jo'natdimi? O'sha kuni nevropatolog jo'natdi. Mana shu joyimda limfano Shishka bo'lgan. Shishib qolgan bo'lgan. Bu ancha bo'ldi. Birinchi marta, hozir ikkinchi marta mana shu joyda bo'ldi shishka. Keyin Dopplerga tushmasdan o'tib, bir emas ikki martadan tushirdi. Hozir limfadenitingiz ko'rgan, haqiqatdan limfa bezlari shishgan. Tomog'ingiz bo'g'ilishi qachondan? Bo'g'ilmaydi, ovozim shunaqa nimaga. Past chiqishi qachondan bunaqa ovoz o'zgarishi? Yaqindan shu 2-3 yildan beri shunaqa bo'ldi-ya. Shirinlik ichamizmi, chekamizmi, nima bo'lgan? Ha, unaqa. Gazirovkalar. Gazirovka ichaman-ku, nima, sigaret chakmayman. Nos chekmaymiz. Yo'q, unaqa. Kola, Fanta. Ichiraman. Qancha? Har kunimi yoki? Yo'q, bir ichaman, o'sha ichgandan nimagadir. Birdan biladimi? Ha. Ovozingiz qanaqadir o'zgaradimi unda ham? O'zgaradi-ya. Shirinlik umuman yoqmaydi shu. Shirinlik yoqmaydi. Sразу же отказ qiladi organizm. Shuning yeymiz, bo'lmasam yerdik. Ha. Ungacha yeganmiz. Ha. Ana shuni ayting-da. Ungacha yegansiz, уже organizm demay shirinlikka to'lib, zaharga to'lib ketgan, уже xohlamayapti, отказ qilyapti. Молодец. Limfa bezlari so'rayotganim sababi aynan shirinliklar bakteriyalarning ozuqasida. Ularga ozuqa berasiz, o'zingiz olmaysiz. Bakteriyalarning boqasiz, infeksiyalarni. Buni to'g'rilaymiz. Xo'p. Demakki, sizda aytdingiz, ota-onangizda insult o'tkazgan, a? Necha yoshlarda insult bo'lgan? Otam 66 yoshda, adam 70, oyim 72 yoshda. Ularda ham davleniya baland bo'lganmi? Insult bo'lganlar-a? 200 ga chiqqanda shu xavfni bilib, ota-onamdek bo'laman deb qo'rqib keldingiz endi. Boshda aytdingiz, farzandlarimdan ham xavotir olaman dedingiz. Hozir ham xavotir bor. Farzandlaringizdan. Juda молодец, juda zo'r ekansiz. O'rkiz zo'r ekan. Tushunarli. Demak, ota-onamizda insult xavfi bo'lgan, o'zimizda 200 davleniya oshdi. Davleniyani ukol yordamida tushirishdimi yoki bo'lmasam oddiy? Qanaqa? Ukolda, oddiyda. Ukol bilan sraz tez tibbiy yordam chaqirgansiz. Uyda davleningizni tushiruvchi qandaydir dorilar saqlaysizmi yo'qmi? Shu man yo'q, hozir yo'qda unaqa dorilar. Unaqa dorilar olib qo'ymagansiz. Tushunarli. Azizlar, nima uchun buni boshladik? Qarangizlar, videoga olishim sababi qon bosimlari birinchi kelganlarda birdan 200 ga 100 chiqdi dedilar. Hech qachon qon bosimi o'z-o'zidan 200 ga 100 chiqmaydi. Qachonki bemorda 140, 160 boshi chiqib yuradi, ba'zida 180 ham bo'ladi. Bir oyda bir o'tib ketadi, to'g'rimi? Yoki 2 oyda bir, yoki 2 haftada bir bo'ladi, o'tib ketgan. Sizda ham shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? 2 haftada 1-2 kun chiqqan, o'sha paytda dori bilan tushirilgan, ketgan. Keyin 140 ga 90 doimiy davleniyangiz bo'lib qolgan, to'g'rimi? Har kun o'ynab turadi. Har kun o'ynab turardi yana. Nechaga chiqib o'ynardi? 120 ga 80 ham bo'lishi mumkin, 90 dan mana 100 ga 130, 140 bir har xil o'lchaysiz. Har xil o'lchaydi. Har xil bo'lib turardi-ya, demak. Mana shu joyga ahamiyat beringizlar, azizlar, qon bosimi o'ynashi. Mana qon bosimini o'zi ko'tarilishi, ko'tarilib boraversa, organizm moslashib boradi. Buni o'zi xavfli emas. Lekin nimasi bilan xavfli? Qon bosim ko'tarilishi natijasida paydo bo'ladigan, uni orqasidan keladigan oqibat asoratlari xavfli. Bu nima degani? Ya'ni qon bosim deb turib, bosim ko'tarilganda xuddi bitta odamni qanaqa bir bosim o'tkazganingizda, u odam boraydi, portlaydi-ku, qon tomirlar u bosimga dosh bera olmay portlab ketadi, yorilib ketadi. Natijada insult yoki infarkt belgilarini olib keladi.
Bu sizda ham o'sha chap qo'lingizda uyushish, chap qo'l oyoqlarda ham uyushishlar bo'lib yurgan, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha bu ham bitta belgisida. Bu ham bitta belgisi. Qon yaxshi bormayaptimi, qo'l oyoqlarda jimirlab, uyushish holatlari paydo bo'ladi. Nafaqat nevralgiya bilan bog'liq bo'ladi bu narsa. Aynan qon oqimi yaxshi bo'lmaganda, qon bosimi ko'tarilganda ham bo'ladi. Agar sizda ham qon bosimingiz normadan ko'ra ko'tarilayotgan bo'lsa, u farqi yo'q. Bir haftadami, bir oydami, 2 oydami, bir albatta hech bo'lmaganda poliklinikaningizdagi kardiologingizga borib nazoratdan o'tib qo'ying. Va tabiiy qon bosimini normallashtirib yurish uchun uyqungizni to'g'irlang. Uxlashimiz qanaqa edi? Uyqum yaxshi-da. Nechida uxlaymiz har kuni? Har kuni uzoq bo'lib bo'ldi. Bo'lmasa 9:30. 9:30 Qishda uxlaymiz. 8:00 uxlayman. 8:00. Ungacha qanaqa bo'lgan? U qachondan bir rejimdamiz? Undan oldin yaxshi qolardim. Kecha shu nimadan keyin davleniya ko'targandan keyin sal uyqum. Davleniya ko'targandan keyin buzildi-ya. O'zi hayot tarzingiz qanaqa bo'lgan sizda? O'sha Uyqungiz, ovqatlanish rejimi, chunki bu bekordan-bekor yig'ilmaydi-da. Risk bor ota-onamizda. Ota-onamizda bor. Xo'p, sizda gen tarzda berilgan. Yosh paytlaringizda 30, 35, 40 yoshlaringizda qanaqa yurgansiz? Qanaqa ovqatlangansiz? Qanaqa uxlagansiz? bu paytda yaxshi yurganman. Shu oxir paytda nima yog'li ovqatlardanmi deymanda shu. Oxir paytlar 37% gacha bulyashka paydo bo'lishi 1-2 yilda bo'ladigan narsa emas bu. Bu 5-10 yillik natija. 5-10 yillik natija. Yog'li ovqat ko'p yeyman. Yog'li ovqat ko'p yeymiz. Kechki ham ko'p yeymiz, yog'li ovqat. Kechki paytda, shu kechki paytda yeb qo'yamiz, shu noto'g'ri ovqat. Kechki payt yeb qo'yamiz. Lekin hech uyquni buzmagansiz. Orada bo'lgan endi. Hozir eslamayman, bo'lib turgan. Chunki bu o'z-o'zidan bo'lmaydi-da. Baribir ulfatchiliklar bo'lib turgan. Yo'q, ancha bo'ldi hozir. Qancha bo'ldi? Hozir 2007-yildan beri. 2007dan beri, demak, to'g'ri hayot tarziga tushganmiz-a. Demak, ungacha bo'lgan asoratlar bu. 2007-yilda necha yosh bo'lganmiz? 20 yil oldinda, başta 19 yil oldinda. 19-20, shu 30 yoshlaringizda, 30-35 yoshda. Chunki mana shu paytida asosan kasalliklar boshlanadi-da, mana shu 25 dan 35 yoshgacha bo'lgan holatda, chunki hamma ishlaydi, boshqa narsa bo'ladi, bolam bo'ladi, hayot tashvishlari bo'ladi-da. O'sha paytda biz qaysi yo'lni tanlab olsak, tanamizni qaysi tomonni boshqarib olsak, o'sha tomonda ketadi-da. Keyin o'sha paytida shirinliklar ko'p bo'lganmi? O'sha paytida baribir shu sababdan azizlar, kasallikni davolashdan ko'ra oldini olamizda, uyqumizni to'g'irlaymiz, ovqatlanishni to'g'irlaymiz, kechqurungi ovqatlar yeyishni to'xtatamiz va ko'proq yurib harakat qilamiz. Ishingiz baribir stress o'tirib ishlash bo'lgandir-a? To'g'ri. Bu narsa ham qon bosimini oshirib, bilyashkalarni ko'paytirish, qon tomiridan to'lib qolishiga olib keladi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.